hech narsa. Duoni o'rni qancha? Duoni o'rni muhim. Qayerida? O'zi duo nima degan savolga bir javob topaylik-da avval. Ko'pchilik duoni marosim va odatga aylantirib olishgan. Ha, bizga ko'p duo qilaverganimizdan odat bo'lib qoldi-da. Qofiyalarni kelishtirib, Bunga qo'shilaman lekin. marosim bo'lib qoldi-da. Shu o'tiradi, duo qiladi, marosim. Maxsus bir marosimdek ko'rib qoldi. Unaqa emas. Duoni o'zini qonun qoidasi, fiqhi bor duoni o'zi. Mana qolganlarni mayli haligi ustozlarimiz, imom domlalarimiz alohida javob berishsin. O'zimizga tegishli joyini aytay. Yurakdan, qalbdan chiqmasa befoyda. Qalbdan chiqqanda hatto til pichirdashi ham shart emas. Shart emas. Zakariyo duo qildi qalbidan deydi. Ulamolarimiz aytadi-da, Zakariyo qalbidan duo qildi, hatto tili aylanmadi deyapti-da, bu tafsirlarda. Va unga Robbisi Yahyoni in'om qildi, ne'mat qilib berdi deyapti. Qalbidan duo qilgan. Menga u ber deb shunday qofiyalarni kelishtirib, to'lg'onib emas, chin qalbdan duo qilish kerak. Duoni eng katta fiqhi qalbdan chiqish kerak. Arabiymi, forsiymi, turkiymi yo o'zbekiydanmi farqi yo'q. Qaysi tilda bo'lishi ahamiyatsiz. Hatto soqov gung odam qalbidan duo qilsa, duosi mustajob. Qalbidan duo qilish kerak va o'zini xor ekanligini, zor ekanligini bilib duo qilish kerak. Duoni ta'rifi shunaqa. Duo talab qilish emas. Duo xor va zor ekanligingizni bildirib tilash. Talab qilish emas, menga uni ber, buni ber deyishmas. Oxirida ham o'zi berarmikan, bermasmikan ham deb bo'lmaydi. Duo sizni xor zor ekanligingizni bildirib turadigan narsa. Yaratuvchiga yaratilganlarning, ya'ni Xudoga bandalarning eng yaqin joyi, ibodatning mag'zi, qaymog'i joyi bu duo. Endi shu joyda marosimga aylantirib, qofiyalarni kelishtirib, mayli qilaversin. Lekin ustozlarimiz aytadiki, qalbdan qilish kerak. Endi shu qalbdan qilingan duo sizni taqdiringizga, sabablarga qanchalik ta'sirli? Qanchalik ta'sirli? Bu shunaqa narsaga o'xshaydiki, bir inson qorong'u tunda ko'chaga chiqmoqchi, ammo qo'lida shami yo'q. Fanariga yo'q, chirog'i yo'q. Duo o'sha chiroq vazifasini bajaradi. Duo chiroq vazifasini bajaradi. Ba'zi holatlarda hattoki o'sha dangasa, sababni qilmaydigan shunaqa insonlarni ko'rganmizda, keyin yaxshi insonlardan duo olib, ota-onasi, boshqalar ota-onasi duo qilib ki o'zgarganini ko'rganmiz.